Hammaga assalomu alaykum. Bugun men sizlarga damskiy palochka shirinligi va trayflni ko'rsatib beraman. Juda ham mazali va me'daga tegmaydigan shirinlik bo'ladi. Xamiri uchun suv, sut, tuz, shakar, saryog'ni eritib olamiz. Saryog'i erigandan so'ng unimizni qo'shamiz, yaxshilab aralashtiramiz. Barcha ketgan masalliqlarni izohda yozib qoldiraman. Pishgan xamirimizni tuxumni asta-sekinlik bilan solib, aralashtirib, shunaqa elastikniy ko'rinishda tayyorlab olamiz. Nasatkali qopchamizga solib, pergament qog'oziga videoda ko'rsatilgandek qilib siqib chiqarib olamiz. Oldin 200 gradusda 10 daqiqa va 180 gradusda yana 15 daqiqa pishirib olamiz va morojniy krem tayyorlab olamiz. Trayfl uchun maxsus idishga solib olamiz. Qolganiga esa kremni hammasini solib, aralashtirib olamiz. Trayfl uchun xohlagan mevadan foydalansangiz bo'ladi. Banan, malina, sosiz ham bo'ladi. Malinani ustidan yana kremlab, erigan shokoladni quyib, muzlatgichga yuboramiz. Qolgan eklerlarni ichiga kremni qo'shib, aralashtirib, xohishga ko'ra chiroyli qilib bezatib, dasturxonga tortamiz. Mazasi juda ham zo'r chiqadi. Siz ham albatta tayyorlab ko'ring. Hammaga yoqimli ishtaha.